Hurmatli ustozlar, o'quvchilar, tinglovchilar, biz bugun amaliy mashg'ulot o'tkazamiz. Amaliy mashg'ulotda dekorativniy detallar chiqarib, ya'ni buning uchun kerak bo'ladi shar, yog'ochdan kesib olamiz, yumaloq qilib. Keyin bizga pistolet kley kerak bo'ladi, qum qog'oz kerak bo'ladi. Yangi qum qog'ozni tozalab, bitta sharni atrofiga yopishtirib chiqamiz. Pistolet kleyni quyib, uni yopishtirib boramiz sharni yuzasi bo'ylab. Sekin ehtiyotkorlik bilan davom ettiramiz. Mana hurmatli tinglovchilar, biz ishimizni mana tugatdik. Hozir bu qatib olgandan keyin sharimizni teshamiz, otamiz. Yana bizda dekorativ shakl guldon paydo bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi biz mana gullarimizni chiroyli qilib qo'yamiz.